Menimcha O'zbekistonda 2 yoki 3 dona bo'lishi kerak shu kuzovda. Bilganlar yozib qoldirsin. BMW Competition'ni Touring kuzovligi. Ya'ni oddiy tilda universal kuzov desak ham bo'ladi. Oddiy sedan kuzovga nisbatan $10,000 qimmat turadi shu kuzov. Bu kuzovni Yevropada yashagan, borib kelib yurgan odamlar bittada bosib yuborishadi. Rostagazim qulay, semeyniy, bob mashinaga aylanib qolgan. Ham sportivniy, 530 ot kuchi, 3,5 sekund 0 dan 100 gacha. Polniy kuzov bronda ofitsialniydan olingan. 2028-yilgacha garantiyasi ham bor ekan. 280 mingga olingan apparat tili, 2 milliardlarga olingan ekan. Mana shu apparat. Tasavvur qilsin, vaqtiga 10 ming yurganlar. 2024-yili ham mashina polniy stok holatda. Shuni o'zida polniy karbon detallar, karpetkalar, o'rta konsol, rul qismlari ham karbon, ham qarang, M paket ekan rullari ham. Voy, o'zi mashina M-ku, haqiqiy M3-ku, M paketda boraman jigar. Bakovoylar ham M bakovoylar qo'yilgan ekan desam, yo'q, haqiqiysi aynan mana shu M3. Mana bu joyga ham bitta maza qilib Oporniy diskasi shunchaki perforatsiya tejuvli emas, yo'q, karbono-keramический oporniy disk ekan. Shuni o'zi do'p bo'lsa, bilasiz, falon pul turadi, $10,000 atrofida turadi deb eshitganman kamida. Srochniga mana shu 10,000 probeg 2024-yil M3 Competition Touring'i 112 mingga telefon qilib baraka qilib yuboradigan joy. Bosib yuboring, kim olsa ham maza qilib yuboradi lekin.